Assalomu alaykum, ishga marhamat. Kunlik maosh 100 ming so'mdan 500 ming so'mgacha. Ish turi O'zbekiston logistikasi, dispetcherlik. Ish haqida: ishimiz joy tanlamaydi. Uyda o'tirgan holatda ishlash mumkin. Ish hammaga to'g'ri keladi. Bizda qo'shimcha ish izlayotganlar, talabalar, uy bekalari ishlasa bo'ladi. Har bitta yuk yopganimiz uchun minimum 100 ming so'm haq olasiz. Avval yaxshilab tinglab, keyin yozing. Erkin grafik asosida ishlanadi hamda bir kunda daromadga chiqasiz. Bir kun davomida o'rganasiz va ertasi kuni pul ishlaysiz. Bir haftalik kuratorlar bo'ladi. Kursni o'rganish pullik faqat bir marta to'lov qilinadi. Boshqa to'lov yo'q. Kurs narxi hamyonbop, o'zimiz ish bilan ham ta'minlaymiz. Talablari: telefon bo'lsa bo'ldi, o'zbek tilida ravon gapirish va chet tilini bilish talab etilmaydi. Marhamat, agar sizni ushbu ish o'rni qiziqtirsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.